Batareyali mashinalar zararlimi, zararsizmi? Ko'pchilik mana shu savolga oxirgi paytda internetda har xil ma'lumotlar chiqaryapti. Bir xil aytayapti, oyoqni tukuni to'kib yuborar ekan deydi. Bir xil aytadi, davleniyani oshiradi deydi. Bir xil aytadi, umuman zarari yo'q deydi. Agar sizdan batareyali mashina haydasangiz, zararni sezdingizmi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldirib keting. Keyin bir xil aytayapti, batareyali mashinalar deydi, avariya bo'lgan paytda yonib ketish ehtimoli bor deydi. Internetlarda ham har xil mana shunaqa videolar tarqalyapti. O'zi batareya avariya bo'lgan paytda yonadimi yoki yonib ketmaydimi? Ya'ni to'g'ri portlab ketadimi, portlab ketmaydimi? Baribir insonning hayoti birinchi o'rinda turadi. Ya'ni siz mashina xarid qilib, o'zingizga, o'zingiz sog'lig'ingizga jiddiy zarar keltirib qo'yishingiz mumkin. Ko'pchilikning shunaqa savollariga bugun mana javob beramiz, xudo xolasa. Biza xudo xolasa bitta zavodga borib kelamiz. Aynan Cherry'ning zavodiga o'tdi. Xudo xolasa sizlarga qanchalik batareya zararli, zararsizini test qilib tekshirib beramiz. Undan tashqari kerak bo'lsa yoqib ko'ramiz. Kerak bo'lsa o'sha eng katta tezlikda harakatlanib ko'ramiz, xudo xolasa. Tak, biza va ko'pchilikga qiziq bo'layotgan Cherry Tiggo 8 gibrid avtomobilni qisqacha obzorni sizlarga qilib beraman. Ya'ni o'zini segmentidagi mashinalarning orasida nima plyuslari bor va nima minuslari bor, bu haqida ham xudo xolasa to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ketdik. Ko'pchiligiga narx qiziq mashinani. Narxini oxirida aytaman, lekin bitta narsani hozirdan aytib ketaman. Oldingi narxidan hozirgi narxiga solishtiradigan bo'lsak, 55 millionga raznica qilayotgan ekan. Ya'ni 55 million mashina arzonroq. Qisqacha ust ko'rinishini obzorni qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Tak, menga eng yoqqan taraflardan bittasi bu farasi bo'ladi. Gelikda bilsanglar, aynan streshnikdan kelayotgan mashinani o'ng tarafda yoki chap tarafga kelayotgan bo'lsa ham, ko'ziga chiroq tushmasligi uchun o'sha tarafni o'chirib qo'yadi. Aynan shu funksiyani mana shu yangi LED faralarga qo'shgan. Menga yoqqan tarafi. Xo'p, undan tashqari diskalari o'sha dizayni o'zgargan, juda ham chiroyli. 19 razmerdagi diskalar, mashinani ko'rasizlar, bahaybat uzunligini ko'rasizlar. Rangi adashmasam 5 xil rangi bor. Oq, seri, mokra asfalt, qora va yashil rangi bor. Juda ham chiroyli. Endi bagatirog'i menimcha qora hisoblanadi. Bagajnigi elektronli ochilib yopiladi. Yana bitta aynan bu crossoverlar oilasiga ko'p elektromobillarda 5 ta o'rindiqli chiqyapti. Buniki bo'lsa 7 ta o'rindiqli. Ya'ni siz eng orqa tarafdagi sideniyani ham bemalol chiqarib, oilangiz bilan mazza qilib tog'larga chiqib yursangiz bo'ladi. Agar kerak emas paytida bemalol yana yotqizib qo'yib, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Pardasini shuna tortib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ichiga alohida yana bitta to'xtalamiz. 1-2-3. Страховка zo'r. Ya'ni yumshoq, ko'rasizlar. Bolalarni ham siqib qolmaydi, yosh kattalar bo'lsa ham страховкasi zo'r olingan. Tak, undan tashqari orqa faralar juda ham dizaynlari juda ham chiroyli qilingan va orqa bamper. Tak, difuzorni ko'rishingiz mumkin. Orqa taraf difuzori o'zgargan. Oldingisida ikkita dumaloq bo'lardi, unda chiqardi havo. Bu bo'lsa obmanka sifat qo'yilgan, lekin juda ham dizayni chiroyli qilingan. Tak, xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, mashinamizni kapot tagida 1.5 turbina motor. Bu boyga yetib o'tgandek gibrid hisoblanadi. Ya'ni taxminan bir 100 kilometrga 3,5 litr benzin yoqadi. 204 ta ot kuchi bor. Hammaga yoqayotgan joyi ham zaryadkada, ham batareyada общий 1300 kilometr yuradi. Ya'ni 1200 kilometr benzinda va 95 kilometr o'zini batareyasida yuradi va bunga 92 va 92 dan yuqori benzin solish tavsiya etiladi. Tak, endi bo'lsa saloniga kiramiz. Salonni qisqacha obzor. Panorama tomi ochilishi yoqadi, qarang aka. Boshqa bir xil elektromobillarda lyuki ochilmaydigan bo'ladi, faqat pardasini o'zi bo'ladi. Bunda bo'lsa, ko'rasizmi, katta ochiladi, havo ham zo'r aylanadi. Ayniqsa bahorda va kuzda shunaqa maza qiladi. Lyuki bor odam o'zi bu narsani tushunadi. Tak, salonni ko'rasizlar, juda ham keng qilib ishlangan. Oldingisidan menga yoqqan taraflar juda ham ko'p. Shulardan bittasi bu sidena, ya'ni o'rindiqni aynan ishlatilgan charmi. O'tgan safar koja bo'lardi.
bir xil mashinalarda Alcantara bo'ladi. Bu bo'lsa koja bilan Alcantarani o'rtasi. Bu nima uchun qilingan? Buni nomi Nabuk deyiladi. Mercedes oxirgi modellarda ham aynan shu materialdan chiqyapti. Ya'ni qishda bizda o'ta sovuq bo'ladi-yu, o'tirgan paytingizda srazani koja bori chaqib oladi, muzdek bo'lib qoladi. Yoki yozda quyoshda qolib ketib qolsa, o'tirishingiz bilan juda ham issiq bo'ladi, chidolmaydigan darajada. Bu bo'lsa quyosh bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, aynan bu material o'tirgan paytingizda bilintirmaydi. Undan tashqari buni isitish, 3 xil isitish tizimi va 3 xil sovutish tizimi bor. Ikkita oldida sovutish tizimi, orqalarda bo'lsa isitish tizimlari va aynan bu sideniyada bo'lsa oldi tarafdan atamankalar chiqib keladi, ya'ni atamankalari bor va aynan shu sideniyada massaj bor. Massaj ham standart va relaks massajlar bor. Agar siz bunda o'tirib, masalan, uzoq yo'lga yurmoqchi bo'lsangiz, deylik, mana 1300 km yuradigan mashina kerak bo'lsa, Xorazmga ham bemalol boradi. Yetib olgunizcha sizni o'ng tarafingizda ota-onani o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz, aka massaj qilib olib ketadi. Hech qanaqa, aytaman, bu mashinani shunda olib, agar haydaydigan bo'lsangiz, oilangiz uchun xizmat qiladi. Nafaqat ota-ona uchun, farzandlaringiz uchun ham yoki uzoq yo'lga yurmoqchi bo'lsangiz, aynan bu oila uchun maza qilib ishlatadigan mashina. Tak, undan tashqari konsolni ko'rishingiz mumkin. O'tgan safar mana bitta monitor bo'lardi. Endi bu monitorni olib tashlashibdi. Bu yerda funksiyalarni mana bu yerdan boshqariladigan qilib qo'yishibdi. Ko'rishingiz mumkin. Konditsioner ham mana shu o'zidan yoqsa bo'lar ekan. Undan tashqari bu yerda bespirodni zaryadga qo'yishgan. Bespirodni zaryadkani ham ko'ryapsizlar. Bu yerda qizib ketmasligi uchun telefoningizni havo chiqadigan joylarni ham qilib ketishgan. 3 xil rejimi bor. Modda, ya'ni ekonom, standart, sport. 3 xil rejimda bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Bu mashinani tog'ga yoki qorli joylarga olib chiqsangiz ham bo'ladi, chunki mashinamiz juda ham baland. Konsolni tagida ko'rishingiz mumkin, juda ham katta joy qoldirilgan bu yerda, juda ham qulay. Va bu yoqda USB port va Type-C xotlari ham tashab ketilgan. Va bardachoni ichi juda ham keng, ko'rishingiz mumkin. Bardachoni ichida menga yoqqan joyi xolodilniki bor ekan. Ya'ni bu yerda agar konditsioner yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda bemalol napitkalaringizni qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Tak, bu tarafda bardachosi ham juda ham katta, bunaqa alyumin sifat qilib ishlangan. Bu taraflarida ham o'sha Nabuk materialdan qoplangan. Tak, o'rtada kichkina mini displey, bu yerda polniy hamma informatsiyani ko'rsatib turadi. Mashinangiz necha kilometrga yetadi, tak, zapas xodi qancha, tak, tashqari havo, ichkari havo va soat va to'liq ma'lumotni berib ketadi. Undan tashqari bu yoqda head-up displey ham joylashtirilgan. Ya'ni head-up displey tushunishingiz uchun mana oldi tarafdagi labovoyda necha tezlikda ketayotganingiz va qolgan ma'lumotlarni chiqarib ketadigan sensor hisoblanadi. Va endi bizlar o'sha boya yetib o'tgandek qish qattiq bo'ladi dedim-ku, oldi labovoylarda ham hattoki mana ko'rinayotgan bo'lsa, spirallari bor. Ya'ni hech qachon mashinangiz muzlab qolmaydi. Birinchidan sidenyalar juda ham qulay, isitish funksiyalari bor, hattoki rullarida ham isitish funksiyalarini o'rnatib ketishgan. Xullas, mashinani komfortiga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Endi monitori kattaligi, 360 gradus kamera funksiyalari ham bor. Juda aqlli qilib ishlab tashlangan mashina. Например, farasini o'zini avtoga qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Cruise control, adaptivniy cruise control, masofadagi, ya'ni orqadan ketayotgan mashinangizni ilib olib, orqadagi mashina ketsa, borib necha tezlikda yursa yuradi, borib to'xtasa, borib to'xtaydigan funksiyalarigacha qilib qo'yilgan va skorost ko'rishingiz mumkin, juda ham qulay. Mana shu o'zidan oldiga, orqaga harakatlансanglar bo'ladi. Xullas, Mercedes'ni G2 udobstvosidan olishgan, juda ham qulay qilib qo'yilgan. Endi akustikasiga keladigan bo'lsa, Sony akustika turibdi. Bu yerda adashmasam, luxury pozitsiyasida 10 ta kolonka va premium pozitsiyasida 12 ta kolonka va qo'shimchasiga subwoofer ham joylashtirilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu funksiyalar hozirgi kunda bir xil inomarka mashinalarda, misol uchun qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, bir xil nemetskiy inomarka mashinalarda yo'q funksiyalarni ham qo'shib tashlashgan gap. Orqa o'rindig'iga o'tirib ko'ramiz. Orqa o'rindig'ini ko'rishingiz mumkin, juda ham keng va buni ligirovka qilsa bo'ladi. Orqa o'rindig'ini, ya'ni yotqizsa bo'ladi va mana bu yerda oldiga va orqaga sursa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham qulay. Yotqizib ketsa, ya'ni xuddi oldi sideniyaga o'xshab ligirovka bo'ladi. Orqada ketayotgan odamga ham komfortni qilsa bo'ladi bemalol. Tak, endi eng orqasiga chiqib ko'ramiz. Tak, orqasiga chiqish ham juda ham qulay. Polniy surdik. Tak, meni bo'yim
170. Tak, orqa tarafda bemalol o'tirib ketsa ham bo'ladi. Qani ham tushiraylik. Tak, tushirdik и suramiz. Tak. Demak, orqa taraf yumshoq ekan sideniyalar. Gap yo'q. Buni bosh qo'yadiganlari tepa tarafda ko'rishingiz mumkin. O'rtacha O'zbekistonda odamlarning bo'yi 170-180. Umuman bemalol sig'dim, maza qilib o'tirishga sharoit bor. Bu tarafda podstakanlik, bu tarafda ko'rishingiz mumkin kolonkalarni ham joylashtirilgan. Orqa taraf xavfsizligi uchun обязательно remenni ham tashab ketishgan. Xullas, oilaviy, haqiqiy maza qilib haydaydigan mashina. Ikki xil zaryadlasa bo'ladi. Buni ham ko'rasizlar, bu zavodskoy bagajda o'zida chiqadi. Uyda bemalol zaryadlasangiz bo'ladi. Bistri zaryad. Bistri zaryadga taxminan bir 20-25 minutda to'ladi va o'zinikida bo'lsa taxminan 3 soatlarda, ya'ni 100 ga borib qo'yib qo'yasiz, xudo xolasa bemalol haydab ketgunizcha mashina tayyor turadi. Endi batareyalar qanchalik xavfli yoki qanchalik xavfsizligini bo'lsa, mana shu yerda endi bunaqasiga, ya'ni reels formatda olingan videoda zavodga borib, ya'ni Jizzax ADM zavodida test qilganlarimizni ko'rsatib beramiz. Ketdi. Batareyani yoqishdan oldin ko'pchilikda savol bo'ladi. Elektromobil oyoqni tukuni to'kib yuborar ekan yoki boshni ortib qo'yar ekan degan. Oke, qo'limda apparat turibdi. Agar xavflilik darajasini normadan oshib ketsa, sirazi chiyillab signal beradi. Hozir mana mashinaning ichida o'tiribman, demak, norma holatda. Endi oyoqni tagiga tushirib ko'ramiz. Oyoqni tagida turibdi. Bu ham ko'rasizlar, norma holatda, hech qanaqa ovoz chiqarmayapti. Endi shu mashinani batareyasini yoqib ko'ramiz. Ketdi. Какое дело? Да, мы стоим здесь, мы далеко не проходим. Очень важно, обратите внимание, что вот здесь... Buni ichida shunaqa suyuqlik borki, faqatgina oqib chiqib ketadi. Bo'ldi, bo'ng'illamaydi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu batareyaning ichidagi narsa chiqib ketdi. Bo'ldi, shu bo'ng'illamaydi. 844 gradus, ko'rasizlarmi? Bo'ldi, o'chirursak bo'ladi. Самое главное, Федор, вы не Китай. Вы и наш... Endi eng asosiysi bu narxi bo'ladi. Aynan siz Figo 8 gibrid avtomobilni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, hozirgi narxi luxury pozitsiyasi 429 million 900 ming sotilgan. Hozir 55 million arzonlashgan, ya'ni 374 million 900 ming so'm. Agar siz fullini oladigan bo'lsangiz, ya'ni premium pozitsiyasini oladigan bo'lsangiz, 449 million 900 ming sotilgan. Hozirgi narxi bo'lsa 394 million 900 ming, ya'ni unisining narxi ham 55 millionga arzonlashgan. Xullas, agar sizga ham shunaqa cherry avtomobillari qiziq bo'layotgan bo'lsa, xohlagan modelingiz aynan hozirgi narxlardan foydalanib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hamma narsasini tekshirib berdik. Bezopasnostini tekshirdik, batareyasini tekshirdik, yurishini tekshirdik. O'zim Xorazmlarga borib kelganman. Xullas, ishonchlimi deb so'rayotgan akalar uchun ishonchli deb 100% ayta olaman. Pastda raqam qoldiramiz, shu raqamlarga telefon qilib yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. YouTube kanali Ofitsialniy Tuning House kanalida turibsizlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.